Assalomu alaykum. Dekabr oyida ota-onasini umra safariga yubormoqchi bo'lgan aka-uka opa-singillarimiz bu video aynan siz uchun. Chunki biz hozir maxsus litsenziyaga ega Centrum Holidays'ga kelganmiz. Birinchi bo'lib aytaman, narxlar xudo xohlasa bitta kunga zo'r narx qilganmiz. Agar ulgurib oladigan bo'lsalar, maxsus chegirma asosida 14 kunlik umra safariga borib ziyorat qilib kelsalaring bo'ladi. Undan tashqari Centrum Holidays'da nima qulayliklari bor qolgan firmaga deganda, mehmonxona uzoq yaqinligi hamda o'zbek milliy taomlari bilan taomlanishlari bilan ustunlik qiladi. Endi to'liq ma'lumotni 14 kun ichida 4 kun qatta, 10 kun qatta bo'ladi. To'liq ma'lumotni Mahmudjondan olamiz. Undan tashqari 50 bosh xizmatlari ham bor. Narx-navoda boshdan aytib o'tganimiz uchun videoga bittadan like bosib o'tinglar. Agar 14-sanaga ulgurib qoladigan bo'lsalaring, 900 nech pulida? 15 dollar? 915 dollardan maxsus chegirma asosida 14 kunlik umra amalini bajarib kelsa bo'ladi, xudo xolasa. Endi to'liq ma'lumotni o'zingiz bering Mahmudjon. Assalomu alaykum, Diyorbek kanali obunachilari, xudo xolasa. Biz rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uy. Aynan mana shu manzildan sizlar bilan yuzlanyapmiz. Inshaalloh Diyorbek aka bizdagi standart plus sharoitlarimiz bo'ladi. Madina Munavvarada 200-300 metr masofadagi markaziyadagi gastnitsalar, Makka Mukarramada 1,5-1,8 masofadagi gastnitsalarimiz. Xudo xolasa gastnitsamiz sharoit talabga javob beradi. Avtobus xizmatlaridan muammo yo'q. Yana eng asosiy obunachilar, ko'p ziyoratga borayotganlar, yosh katta hojat onalarimiz olib ketayotganlar parkovkasini so'rashyapti. Ya'ni parkovkasi eng yaqin parkovka hisoblanadi. Soat binosidan kelgan 3-hammom. Shuni ashindan 10 ga burilib 200 metr yurib chiqsa parkovka, yangi qurilgan parkovkada aka. Ya'ni haram hududiga kirib borishlik masofasi ham o'ta yaqin. Xudo xolasa Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari inshaalloh aka. Madinada 2 kecha 3 kunduz 11 kun Makka Mukarramada bo'lishadi. Yuqori yillik tajribaga ega bo'lgan 50 boshlarimiz hamrohligi 14 kun bular bilan birgalikda bo'ladi. Undan tashqari har bir reysga 50 boshlarimiz to'g'ri kelsa birga borib birga keladi. Bo'lmasam yo'l boshlovchi betdan olib ketadi. Misol Madinada 50 boshlarga topshiradi. Yana 50 boshlar qaytishayotganda Madinaga olib keladi, qabul qilib olib O'zbekistonga olib kelib qo'yadi yo'l boshchilar. Ya'ni Madinaning o'zida 50 boshli xizmati bor. Agar billa bitta chiqib ketishmasa, hatta alohida bor. Bor, xudo xolasa. Ya'niki ziyoratchilar o'zlari yakka samolyotda uchishmaydi. Albatta ularga yo'l boshlovchi inson bo'ladi aka. Bundan tashqari Madina Munavvarada Qubbo masjidi, Uhud tog'i, Ravza-i Sharifga 100% tashrif barcha jo'natgan ziyoratchilarimiz kirishyapti aka. Qur'on bosmaxonasi haftani 3 kuni bek bo'ladi, 4 kuni ochiq bo'ladi. Ochiq kuniga to'g'ri kelsa olib kirishadi. Xurmo bog'ida kechki ziyofatlar taqdim etiladi. Makka Mukarramada 10 dan ortiq ziyoratlar, Qizil dengiz sayohati hamda Toyif shahriga ziyoratni amalga oshirishadi aka. Erta atir zavod va boshqa joylarga ziyorat sayohatlarni qilib qaytayotib ikkinchi marotaba umra qilish imkoniyati bo'ladi. Ikkinchi marotaba. Istasa o'zlariga umra qilishadi, istasa kimgadir umra badal qilishsa ham bo'ladi, xudo xolasa. Endi bundan tashqari aka bizda uchib ketayotgan ziyoratchilarimizga taqdim etiladigan sovg'alarimiz bor. Endi bu bitta narsa sovg'a, ya'niki 3 yostiqchasi samolyotda, avtobusda uxlab ketish uchun juda ham qulay, qulaylik yaratish maqsadida qilingan. Bundan tashqari endi bizning firmadan Centrum Holidays yozilgan sumkalari, bundan tashqari Centrum Holidays yozilgan kamzillari va aka xudo xolasa bejik. Xuddi shunaqangi bejiklarimiz beriladi. Bu uchib ketishayotganda berilsa, qaytishayotganida 5 litrli zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Xudo xolasa. Undan tashqari qarang, agar buyurtma bermoqchi bo'lgan bo'lsa odamlar, pasport tashab, nechta summa tashab berishlari kerak. Xo'p, bizga O'zbekistonda 12 ta viloyatidan aloqaga chiqishliklari mumkin. Telegramdan pasportlarni tashab, hisob raqamlar beramiz aka. Xudo xolasa hisob raqamlarga bank orqali to'lovlar amalga oshirsa bo'ladi. Yoki-da o'zimizda shu aytib o'tgan ofisimizga tashrif buyurib, hisobchilarimizga naqd ko'rinishda to'lovlarni amalga oshirsa ham bo'ladi. Xolasa ma'lum bir miqdorda bo'lsa 100% to'lov qilsa ham bo'ladi. Albatta. 100% to'lov qilinsa ham bo'ladi. Endi ulardan bitta Zagram pasport xolosi? Zagram pasport xolos aka. Zagram pasport xolos. Endi narx-navo qaysi kunlarga qanaqa reyslarimiz bor? O'sha 14-kunga lekin 915 dollardan. 14 Namangan Jidda. Namangan Jidda. Xo'p,
14 Farg'ona Jidda 950 dollar, Aha. 14 Toshkent Jidda 995 dollar. 17 Farg'ona Madina, 18 Namangan 18 Namangan Madina bo'ladi. Bularni narxini 1000 dollardan qilib beramiz aka. Farg'ona Madina 20, 20 Toshkent Madina, 22 Namangan Jidda yo'nalishidagi reyslarimizni 1050 dollardan qilib beramiz. 24 Farg'ona Madina, 25 Namangan Jidda, 29 Namangan Jiddani 1150 dollardan qilib beramiz. 27 Farg'ona Madinani 1200 dollardan qilib beramiz aka. Ya'ni yil oxirigacha istashgan kuniga bor xudo xohlasa. Xudo xohlasa bor aka. Dekabr oyida bormoqchi bo'lganlar pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib yoki o'sha aytib o'tganimizdek bizni ofisimizga tashrif buyurib, xolasalar o'zlarining ko'zlari bilan ko'rib, ko'rishib, to'lovni shu ichkarida qilsa bo'ladi. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa, videoga bitta-bittadan like bosib, kim ota-onasini olib bormoqchi bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlarini yozib qoldirasizlar, sog' bo'linglar.